Demak, bugun sizlar bilan MTJni ro'yxatdan o'tkazishni o'rgataman. Ya'ni, agar sizda mas'uliyat cheklangan jamiyat, ya'ni MTJ ferma bo'lsa, uzun marketda ro'yxatdan o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchi qiladigan ishimiz o'sha saytga kira olamiz, o'zimizni bu kabinetimizga kiramiz, ro'yxatdan o'tgandik. Biz mana bunga kirmoqchimiz. Shu maqsad elektron pochta nomi shunaqa, bu yoqda parol, kod o'shani kiritib kira olamiz. Bu yoqda mana 3 xil shakli bor. Agar YATT bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkorni, agar MTJ bo'lsa buni, agar o'zini band qilish bo'lsa buni tanlaysizlar. Biz hozir sizlarga MTJ misolida ko'rsatib beraman. Xo'p, davom etish. Xo'p, bu yoqqa familiya Sabirov. Bu yoqqa ismi Sabirov Ne'matullaxon Muxtorovich. Xuddi pasportda qanaqa bo'lsa shunaqa kiritasizlar. Muxtorxonovich ekan. Muxtorxonovich. Pasportdagi bilan bir xil qilib kiritish kerak bo'ladi, e'tibor beringlar. Bu yoqqa qo'shimcha telefon raqam, ya'ni boya o'zimiz ro'yxatdan o'tgan telefon raqami emas, endi qo'shimcha telefon raqam kiritib qo'yamiz. Masalan, 93 926 94 42 bo'ldi. Endi bu yoqqa yuridik shaxsning nomi, ya'ni guvohnomada fermalarning nomi qanaqa bo'lsa, o'shani kiritishinglar kerak bo'ladi. Shifobaxsh, Bahor, Asali, MTJ deb qo'ysanglar bo'ldi. Bu yoqqa sizlar qo'shtirnoq qo'yinglar. Endi bu yoqqa ster, ya'ni soliq to'lash guvohnomada bo'ladi bu narsa. Xo'p, buni hozir ko'rsatib beraman. Ekranni avval ko'rinadigan qilib qo'ying. Xo'p, ekran ko'rinyapti. Shuna kiramiz. MTJ guvohnoma ochildi. Mana bu yerda ster bor. Qaniydi? Mana soliq to'lovchining identifikatsiya raqami ster. Shuni kiritamiz. Keyin pastiga esa OKIN kodimi nimadir deb yozilgan ko'rgan bo'lsanglar. OKIT kodi. Bu yerga tarmoq kodini kiritamiz. Tarmoq kodi 5 talik bo'ladi. Tarmoq kodi 5 talik, o'shani kiritasizlar. Xo'p. Sterni kiritamiz. Bu yoqqa esa tarmoq kodi. Bo'ldi. Endi bu yoqqa o'sha hujjatlarni 3 xil hujjat kerak bo'ladi. Birinchisi pasport, ikkinchisi ya'ni o'sha MTJning egasini pasporti, keyin MTJning guvohnomasi, keyin MTJning direktori ta'sischilar tomonidan direktorlikka tayinlanganligi haqida hujjat. Direktor etib tayinlansin degan buyruq bo'ladi, o'sha buyruq kerak. Bu yoqqa hozir guvohnomani yuklaymiz. Istasanglar rasm shakli, istasanglar PDF shaklida, farqi yo'q. Xo'p, MTJ guvohnoma yuklandi. Bu yoqqa direktor nomiga buyruq. Bu yoqqa esa o'sha pasport. Mana. Uchalasini rasm shaklida yukladi. Xo'p. Bo'ldi. 95 qoldi. Bo'ldi. Keyin davom etishni boshlasizlar. Mana. Pitichka chiqadi hammasi agar qabul qilingan bo'lsa. Endi bu yoqqa bankdagi hisob raqam rekvizitlarini kiritishingiz kerak bo'ladi. Qaysi bankdan bo'lsa, o'sha bankdagi hisob raqam rekvizitlarini kiritasizlar.